kim ro'molda emasmi? Ro'molda emasmi hech kim? Assalomu alaykum. Nimaga bu hech kim yo'q, hech kim ko'rmayapman. Men siras. Uyaldi sizdan. Assalomu alaykum. Nima mendan uyalishadi? Yaxshimisiz, yaxshi Ovozlaringiz boshqacha edi. Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Uxlagan edim. Ijodkor uxlayapti, ijodkor dam olyapti. Bugun hamma biladi, West Samarqand. Mohina IT deymi nima deydi? Nima udobni bo'lsa. Mohina opamlarni koshonalaridamiz. Kutganmiz, kutmaganmidingiz? Siz vosh o'zimda emasman, juda ham Rostdan? Kutmagandim. Kecha istoriyani ko'ryapman, Sindor Collection kirib ketyapti Fatima Sultonda. Men hayratda, men aytaman degandingiz-ku kelishingizni. Fatima Sultonmi, Grand Sulton? Fatima Sulton emasmi? Grand Sulton dedingizmi? O'z bitta. U to'g'ri kelib qoldi. U Samarqandga safarimizga mijozimni fotihalari kelsangiz xursand bo'lardim. Shunaqa xursand bo'ldim, aytdim, bu kishi aytaman degandik-ku deb xafacha yubordi. Yo'q, ha, bir Siz tinchlikmi deysiz agar? O'sha chunki men ko'rgandim. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi keldingizmi? O'zingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Qanday meni o'zi xursand qildi? Shunaqa Rostdanmi? Sindor Collection Toshkentdan Samarqandga kelibdilar. Mohina opani ishxonalarida. Shunaqa xursandman. Rostdan hurmatim cheksiz. Rahmat. Ish ijodingizga, ish olib borishlaringizga men mazza qilaman. Yangi loyiha boshladim. Rostdan. Shunaqa viloyatlarda o'zimizning hamkorlarimiz birga, shogirdlarimiz, baribir bizda ozmi ko'pmi malaka oshirganlar bor, master-klass ishtirok etganlar bor. Ishxonalarida, xonadon bo'lsa, xonadonlarida tashrif buyurib, mana samimiy boricha, mana mikrofon sirazi berganim, montaj bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Rahmat. Kollaboratsiya qilib, xudo xolisa video qo'yamiz. Nasib inshaalloh. Nima kamchiliklar, nima muammolar, masalan, ish jarayonida o'shalarni o'rganib chiqib, qiziqib, nima bo'ladi, nima qiladi, shu qo'limdan kelgancha men shu sohaga bir o'zimni hissamni qo'shishda. Ha, juda ham xursand bo'ldim. Vovryama kelibsiz. Bilasizmi, eng katta muammo klientlar bilan ishlash juda ham qiyin. U borada bitta aytadilar, ikkinchi narsani keyin xohlaydilar. Qayta переделка qilamiz. Shunaqa qiyin. Allohga ming marta shukr. Shunaqa paytlar ham bo'ladi, bir kun ko'p keladi, podдержка qilib, chiroyli qilib berasiz, xursand ketadi. Bunaqalar bor. Ba'zilar bor, o'sha yaxshilikni ham bilmaydi. Shunaqa gaplar gapirib, shunaqa qilib ketadi. Ha, bunisiga ham shukr deymiz. Unga ozgina kibr bo'lasiz desam, vaqtim yo'q deysiz yoki qimmatroq aytasiz, shuncha qiynalganingizga yarasha. Aytasiz, lekin shunga ham bilasizmi nima? Hisobga olmaydilar-ku. Bu borada men yordam bera olmayman, lekin boshqa masalalar bo'lsa yordam beraman. Motivatsiya berasiz-ku, ko'ngilli ishga yana shunaqa nima qilasiz? Aytaymi mana? Hali shu kasbni davom ettirasizmi? Inshaalloh, ha, qayerda boraman? Hali shu kasbda ishlar ekanmiz, hali hayotimiz davom etar ekan, bunaqa insonlarning ko'pini ko'ramiz. Shunaqa. Qancha inson keladi, ketadi, guruch kurmaksiz bo'lmaydi, lekin xursand qiladiganlari yo'qmi? Bor, ortiq bilan tashlab ketib, hadyalar berib, to'ylariga chaqirib, mazza qilasiz shunaqa joyda. O'sha paytda yana ishlagingiz keladi. Shuda 1+1 O'sha paytda bitta eslab qo'yasiz bo'ldi. Siz bilan maslahatlashadigan, o'z ustimga ishlaydigan narsalar ko'p. Xudo xolisa. Buni men yozib ham даже sizga turaman. Biz doim aloqadamiz bular bilan. Master-klasslarim, onlayn kurslar. O'zi sizni Samarqandliklarga tanishtirishim hojati yo'q, lekin baribir auditoriyamda boshqa viloyatdan, masalan, boshqa kuzatuvchilar bor, ularga yangilik bo'ladi. Eng populyarniy modelyer dizaynerlardan. Yo, rostini aytish kerak-da. Endi shu joyda men baribir o'zimnikini ham gapirib o'tishim kerak-ku. Masalan, siz ko'p metodikalarni bilasiz, ko'p usullarda ishlaysiz. Maniki haqida ozgina qisqacha gapirib ham o'tib ketay. Sindor Collection rostdan ham zo'r, молодец. Men boshda даже onlayn kurs ochaman deganingizda esingizdami? Qilmang, yaxshi emas, men o'qiganman onlayn kursda deganman. Lekin men ming marta pushaymon. Har darslarni ko'rganimda nimaga shunaqa aytgan ekanman deyman-da. Esimda qolmagan lekin. Sizda qolmagan. Mana shu narsa sizga mana motivatsiya bo'lsin, mana nimadir ish qilmoqchi bo'lganingizni kimdir gapiradi, atrofingiz eshitasiz, atrof muhit bizga ta'sir qiladi baribir. O'sha paytda ichimda bir narsa bo'lgan, baribir men qilaman degan narsa bo'lgan-ku. O'shanga mana hozir qildim-ku. O'sha paytda mana hozir o'zingiz eslatdingiz, meni esimda yo'q bu gaplar. Bilasizmi, sizni texnologiyangiz вообще boshqacha. Shu darajada tushuntirasiz, как будто birinchi sinfda borayotgan bola degda, misol harfni qanday o'rgatasiz, shunaqa daraja nima qilasiz, даже endi boshlagan tikuvchilar ham master bo'lishi osonroq.
bo'ladi-ku. Rahmat, rahmat. Lekin men onlayn kursda o'qiganimda men juda ham azoblaganman. Juda ham Boshqasida. Meni tushunmaganman. Vobshem shunga emasga birinchi kelganingizda menga aytgandingiz. Da. Men shunaqa qilmoqchiman, ketadi xudo xohlasa, esinda. Lekin men o'qiganman. Hech nimani tushunmaganman. Prosta odamlar pul beradi, halol bo'lsin. Da. Qilmang, bir kishi xafa bo'ladi. Men misol norozi bo'lganman deganimda, siz baribir qilganingizda men lekin xursand bo'ldim. Shu joylarni ham o'rganay dedim-da, masalan. Rostdan. Mana aytganingizda pul berganda rozi bo'lib berish kerak bor-ku. Rahmat. Borib ko'ring, yuzma-yuz gaplashing ular bilan deb o'zim chiqdim Yo'q, yo'liga. rostdan men onlayn kursingizni ko'raman, mazza qilaman. Rahmat. Onlayn kurslar o'zi ko'paygan misol, Da, da. lekin sizniki boshqacha. Assalomu alaykum. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelaveringlar, hamma o'zimizdagilar. Duxtaro, narxmi shumi? Bu yer bezak uyimiz, lekin faqat noxos kelganlar, bu yerda nima yo'q. Yo, masalan, bizda hozir noqulaylik qanaqa? Ro'mol o'ragan qizlarimiz Yo'q, ro'molsiz yo'q, emasmi? yo'q. O'shanisi. Bo'ldi. Hamma ro'mol bastagimi? Bizda kamu, lekin nima, hamma o'ralgan. Bitta bezakchalar qilamiz. Yo'q. Nimaga haybularni Instagramga qo'ymayapsiz? Vaqtimiz yo'q, sindoq. U shunaqa chiroyli ishlar qiladi, podpirovka sotadi bularni. Yo'q. Vaqt Keling. yetmaydi-da. Bu Shunaqa yer kuxnyamiz kichkina. Ichimi ich hamma sharoitlarni qilib olishgan. Bu yerda o'zlariga obed qilib, katta qozonda bir 30 kilo osh damlaydi. Voy voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oho! Bu yerda spokойный, jimgina kamtar bo'lib turishingizda hammasi bu yerda ekan-ku. Bular siz mana hech Ko'z tegmasin. Yana ham barakali bo'lib, yana ham ilo mashkam sig'masdan yana ham katta joylar olinglar. Qarang, bularning ko'zini qanaqa yonib ishlayapti. Bizning qizlarimiz, ayollarimiz mehnatkash. Men havas qilaman, ishonasizlarmi? Bir nimalar qo'ysalar, ko'pchilik bilan istoriyalar, postlar qo'ysalar, men xursand bo'laman. Chunki men o'zim boshqarsam bir 4 ta 5 odam boshqara olaman. Chunki hammani boshqarish ham o'zim emas. O'shaning uchun ham charchyapsiz. Sizga yordamchi kerak.